Alloh subhanahu va taolo bir insonlarda yaxshi ko'rsa, bo'ldi. Qiyomatgacha insoniyat va har bir narsa u insonlarni yaxshi ko'radi. Mana shu qabristonni qarang, sahobalarning qabri. Rasul Karim sallallohu alayhi vasallam davrida 124 ming sahoba bor deyiladi. Hozir mana ana shu din yetkazishlik uchun sahobiylar hammasi yer yuziga tarqalib ketishdi. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam Jannatul Baqi, Masjid Nabaviyning yonidagi qabriston. Ana shu yerda 10 ming sahobaning qabri borda. Qarang, million odamlar ana shu qabristonda kelib sahobalarning qabrini ziyorat qiladi. Bu sahobalarning qabrini qarang. Qabristonda ustida qarang, yer yuzida eng insoniyatni afzal bo'lgan tozasi sahobalar va ashara mubashshara bularning orasida jannatiy degan sahobalar bo'ladi. Bu sahobalardan radhiyallohu anhum va radu'an. Alloh sizlardan rozi, ular ham Allohdan rozi degan ulug' insonlarning qabrini qarang. Bittagina tosh qo'yilgan, u nima? Bir erkak bo'lsa bitta tosh, ayol bo'lsa ikkita tosh qo'yilgan. Bo'ldi, boshqa hech narsasi yo'q. Demak, qabristonda ustun emas, esdalik qabristonda ustiga emas. Esdalik Alloh taologa haqiqiy banda bo'lish kerak, Alloh taoloni yaxshi ko'rish kerak. Alloh taolo insonlarni qiyomatgacha keladigan insonlarning qalbiga esdalik qilib qo'yadi. Butun dunyo yer yuzidagi har bir yerning burchagidagi odamlar kelib turib, qarang, shunday kelib sahobalarni ziyorat qilib, ularga duo qilib, bu qabristonda ulug' sahobalar, Usmon radhiyallohu anhu, Oysha onamiz yotibdilar. Qarang, shu insonlar nima uchun bu qabristonga kelyapti-da? Bularga pul beruvdimi? Bizga pul beruvdimi sahobalar? Ularni ko'ruvdikmi? Yo'q. Alloh taolo ko'rsa, Alloh subhanahu va taolo ana shu insonlarning muhabbatini har bir o'zining maxluqining qalbiga solib qo'yar ekan-da. Qarang, bu insonlarni bizdan necha yillar oldin o'tib ketgan, ko'rmagan insonlarni, biz tanimagan insonlar kelib mana ziyorat qilyapmiz. Qabrlarni qarang, tosh qo'yib qo'ygan bo'ldi, belgi bo'lish uchun erkak. Shuning uchun bu qabrni ustini ziynatlash kerak degan, bu Alloh saqlasin, shariatda nahiy qilingan narsalardan bunaqa narsa kerak yo'q-da, bu isrofgarchilikda. Agar qabrni ustini bezash kerak bo'lsa, sahobalarning qabrini bezalgan bo'lardi. Bularning qabri qarang, oddiy qabriston. Alloh yaxshi ko'rgan insonlar. Shuning uchun Alloh taolo sizni yaxshi ko'radi, Alloh taoloni ibodatini qilsangiz yaxshi ko'radi. Qabrni bezab qo'ysa, dunyoda bo'y bo'lib qo'ysa, o'lgandan keyin so'yib turib elga dasturxon yozib qo'ysa bo'ldi, baxtli bo'ldi, Alloh yaxshi ko'rdi degan belgisi emas-da. Alloh yaxshi ko'rgan belgisi Alloh taoloning dini, hukmi bilan yashash kerak. Din va din mehnatini qilishimiz kerak inshaalloh. Alloh subhanahu va taolo barchamizga nasib qilsin inshaalloh.